Assalomu alaykum. Ma'lumki, kecha davlatimiz rahbari ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini barqarorlashtirish va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan muammoli masalalarni hal etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Unda ta'kidlanganidek, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish yuzasidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Shunday bo'lsa-da, ayrim korxonalar turli sabablarga ko'ra to'liq quvvatda ishlamayapti. Ba'zilarida tushum va samaradorlik pasaygan, aylanma mablag' yetishmovchiligi, infratuzilma muammolari, eskirgan uskunalar, bozordagi talab o'zgarishi, bularning barchasi ishlab chiqarish barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu muammolarni hal etish orqali korxonalarda ishlab chiqarishni tiklash va mavjud quvvatlarni to'liq ishga solib, qo'shimcha 65,6 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarishi va eksport qilish imkoniyati bor. Prezidentimiz huzurida bo'lib o'tgan taqdimotda har bir korxona holatini alohida o'rganib, ularni to'liq quvvatga olib chiqish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi belgilandi. Ushbu dolzarb mavzuda suhbat qilish uchun studiyaga Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati, O'zbekiston Liberal Demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi Dilmurod Ortiqov hamda Biznes ombudsman devoni sho'ba boshlig'i Jamshid Hasanovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Muhtaram ishtirokchilar, prezidentimiz huzurida bo'lib o'tgan taqdimotda ko'tarilgan masalalarning dolzarbligi nimada? Assalomu alaykum. Shunga to'xtalsak, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan, mana Biznes ombudsman tomonidan hududlarda mahallalarga tushib, har bitta tadbirkorni mahallabay, tadbirkorbay o'rganishlar o'tkazib kelinmoqda. Avvalambor tadbirkorlarning ishlab chiqarish darajasi, ularning xizmat ko'rsatishdagi samarasi, unumdorligi har bitta tadbirkor bo'yicha o'rganib kelinmoqda. Shu o'rganilgan natijalarga asosan hurmatli prezidentimizga axborot berildi, hisobot berildi. Buni ommaviy axborot vositalarida ham ko'rildi. Unda ayrim tadbirkorlar bunda iqtisodiy samarasi cheklanganligidan kelib chiqib, ularni tiklash bo'yicha ham takliflar berib o'tildi. Ularda mana aniqlangan kamchiliklarda ko'rdik, kredit masalasida muammolar borligi, infratuzilma, moliyaviy mablag' yetishmasligi bo'yicha o'sha kamchiliklar aniqlanganini biz ko'rdik. U bo'yicha tadbirkorlardan kelib chiqib, ularning o'zidan takliflari yetkazildi hurmatli prezidentimizga. Hurmatli prezidentimiz tomonidan barcha takliflar ma'qullandi. Bu yangilikni tadbirkorlarimiz juda xursandchilik bilan qabul qilishdi. Endilikda o'sha samarasiz aniqlangan o'sha tadbirkorlarda tadbirkorbay ularni ishlab chiqarishni tiklash bo'yicha o'sha reja, grafiklar, yo'l xaritalar belgilab berildi. Prezidentimiz huzurida bo'lgan mana shu taqdimotda mana yuqorida aytyapmiz, to'liq quvvatda ishlamayotgan korxonalar muammolari masalasi haqida gap ketyapti-da. Bu degan so'z qaysi bir muammolarga ro'para bo'lganda o'sha korxonada. Mana o'zim tilga olib o'tdingiz, unga sabab bo'layotgan omillarni. Shu kredit masalasi, shu resurs yetishmas, xomashyo, infratuzilma va boshqa masalalar. Xalq vakili sifatida qolaversa, mana O'zbekiston Liberal Demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosisiz, tadbirkorlar partiyasi ham deyishadi. Masalaga sizning munosabatingiz? Bevosita o'sha prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ko'tarilgan masala juda ham dolzarb. Mana o'zingiz savolda ham bekorga o'sha summa nuqtai nazaridan aytsak ham juda katta ahamiyatga ega. Mana biz shu hududlarga chiqqanda o'sha tadbirkorlar bilan uchrashganimizda albatta juda ko'plab muammolarni aytib o'tishadi va aynan kechagi bo'lib o'tgan yig'ilishda mana shu muammolarni aksariyatiga yechim berilganligini aytish kerak. Xo'p, nimalar? Asosiysi hozir biz xalqaro bozorga chiqish haqida o'ylaymiz ko'proq. Bu xalqaro bozorga chiqish uchun u xalqaro standartlar emas, standartlarga mos bo'lgan tadbirkorlar, ya'ni mana shu eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lgan tadbirkorlar bizga juda ham kerak. Shu jihatdan ham eng katta o'sha muammolar sifatida mana bitta masala borki, ya'ni eskirgan uskunalarni saqlashi, masalan, ko'plab o'sha korxonalarda tadbirkorlik subyektlarida eskirgan uskunalar saqlanish holati mavjudligi ko'rildi. Bu xalqaro bozorda o'z o'rniga ega bo'lmaslikka olib keladi. Shu jihatdan ham o'sha prezidentimiz alohida bir topshiriq sifatida berdilarki, ya'ni alohida shtab tuzib, aynan individual tarzda o'rganish har bitta korxonani. Bu o'z navbatida raqobatbardoshlikni kamaytiradi-da. Energiya ko'p talab qiladi. Eskirgan texnika bo'lgandan keyin, texnologiya bo'lgandan keyin har taraflama samaradorlik pastda, raqobatbardosh bo'la olmaydi-da. Albatta, mana shu eskirgan uskunalarni, ya'ni qanday qilib yechim topish, ya'ni bu degan tadbirkorga bosim qilib nimani yangilagin degan ma'noda emas, balki davlat tomonidan qanday ko'mak berish mumkin. Shu bo'yicha aniq o'sha yechimlarni izlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bu albatta bu tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyat, chunki tadbirkor qachon rivojlanadi, bu xalqaro bozorga chiqsa va bu xalqaro bozorga chiqish esa bu O'zbekiston albatta iqtisodiyotiga juda ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayman.
Jamshid aka, mana biznes ombudsman joylarga chiqib tadbirkorlarni mana shu muammolari, umuman faoliyati o'rganilganligini mana ko'rsatib avvalda alohida tilga olib o'tdingiz-da. Siz ko'proq shikoyatlar bilan ishlaydigan sho'bani rahbarisiz-da. Qanaqa shikoyatlar bo'lyapti umuman tadbirkorlardan? Avvalambor shikoyatlar hududdan kelib chiqib, sohalardan kelib chiqib har xil, turli xil. Mana Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, peshlavhalar masalasi juda ko'p ko'tarildi. Viloyatlarda o'sha kredit masalasi, keyin yer ajratish bilan bog'liq masalalar tadbirkorlar tomonidan ko'tarilib kelinmoqda. Bu borada o'sha mahallalardagi o'tkazilgan uchrashuvlarda birinchi navbatda shu pul mablag'larini yetishmasligi, ya'ni kredit olishdagi muammolar, masalalarni ko'tarishmoqda. Bilsangiz, oldinlari bu mulk huquqi bilan bog'liq muammolar va yer ajratish bilan bog'liq muammolar juda ko'p ko'tarilardi. Hurmatli prezidentimizning o'sha qabul qilgan farmon qarorlaridan kelib chiqib bu muammolar deyarli yo'q bo'ldi. Hozir endi tadbirkorlarning asosiy masalasi bu pul mablag'. Menga pul ber, men ishlab chiqaray, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanay deb bizni oldimizga talab qo'yapti va avvalambor juda yaxshi. Bu iqtisodiyotimiz rivojlanishi. Chunki bilasiz, yalpi ichki mahsulotda 50% dan yuqori bu xususiy tadbirkorlikni o'z ichiga oladi ulushida. Bandlikda ulushi esa 70% dan yuqori. Albatta biz tadbirkorlarga qancha ko'p e'tibor beradigan bo'lsak, masalasini hal qiladigan bo'lsak, tadbirkorimiz rivojlanadi, iqtisodiyotimiz esa yuqoriga qarab o'sadi. Shu sababli har bitta o'tkazilgan uchrashuvlarda birinchi navbatda biznes ombudsman o'ziga qo'ygan vazifasi joyida hal etib berish. U kredit masalasi bo'ladimi yoki o'sha moliyaviy ko'mak bo'ladimi yoki yer olish yoki o'sha xususiy tadbirkorlikda litsenziya va ruxsatnomalardagi rasmiylashtirish bo'yicha barcha muammolarni o'sha joyda hal qiladi. Agarda joyida hal qilmaydigan bo'lsa, yangi tizim qo'yilgan biznes ombudsmanda bu mahalladagi masalani respublika darajasiga olib chiqib hal qilish. Ya'ni mahallada hal bo'lsa tuman darajasiga, tuman darajasida hal bo'lmasa viloyatga, viloyatda agarda hal bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha respublika darajasiga olib chiqib uni hal qilish. Agar u tizimli muammo bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha hurmatli prezidentimizga taqdimot qilib, axborot berib, hurmatli prezidentimizning o'sha roziliklarni olgandan keyin, tegishli normativ hujjat ishlab chiqilgandan keyin barcha shu sohadagi tadbirkorlarni masalasini hal qilib berish. Dilmurod aka, mana xalq vakilisiz, tadbirkorlar bilan muloqot qilasiz. O'zingiz saylangan okrugdagi qancha tadbirkorlar bor, masalan, bilasizda, qaysida qanday muammo borligini. Prezidentimiz huzurida bo'lgan kechagi taqdimotda tadbirkorlikni umuman ishlab chiqarishni to'laqonli o'sha kutilgandek bir jarayonni amalga oshirish nuqtai nazaridan, to'laqonli ishlash nuqtai nazaridan mana shu mexanizmni hayotga tatbiq etish bo'yicha yangi bir tizim tashkil etish belgilab o'tildi-da. Buni siz qanday qabul qilyapsiz? Albatta o'sha tadbirkorlar bilan uchrashuv jarayonida o'sha ko'plab o'sha muammolarni aytib o'tishadi. Eng avvalo o'sha mana yuqorida aytib o'tilgandek, hozirgi paytda haligi umumiy bo'lgan prinsipial muammolar emas, balki ya'ni infrastruktura yoki o'sha eksport jarayonidagi muammolar, o'sha soddalashtirish masalasi yoki onlayn mana ba'zi bir talablar bo'ladi. Biz o'sha onlayn formatga raqamlashtirishga o'tkazyapmiz, lekin bu tadbirkorlarga og'irlik tuyuladi. Masalan, soliq jarayonida qo'shimcha hisobot so'rash holatlari bo'ladi. Bu tadbirkorlar tomonidan ko'pincha aytishardi. Ya'ni biz albatta raqamlashtirish tarafdorimiz, lekin u sodda bo'lsin degan bir takliflar bo'lardi va bu narsa mana shu kechagi yig'ilishda ayrimlari aksariyati ko'tarildi. Masalan, infrastruktura masalasida. Mana ayrim sanoat zonalarimiz bor. O'sha tadbirkorlar uchun sharoit yaratilgan, yer ajratilgan, tadbirkor ish faoliyatini boshlagan, lekin infrastrukturada muammolar bor. Masalan, yo'l, o'sha sanoat zonasiga yo'l yetib bormagan yoki ichimlik suvi yoki aytaylik elektr energetika bo'yicha ba'zi bir muammolar bor edi va mana shu muammolarni o'rganish bo'yicha ham alohida yondashuv qilish kerakligini ham alohida, chunki har bitta o'sha prezidentimiz tomonidan yig'ilishda mana shu masala ko'tarib kelinadi va aytish kerakki, mana o'sha muammolar bartaraf etilyapti. Va yana bir masala, masalan, o'zini brendini xorijda sotish masalasida. Bu ham tadbirkorlarda ko'pincha qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni men mahsulotimni eksport qilmoqchiman, lekin eksport qilish uchun oldin reklama kerak. Buning uchun albatta o'sha yig'ilishda ko'tarilgan yana bir masala bu xorijda o'sha savdo
uylarini umuman o'z ekspo markaz doirasida o'shani tadbirkor o'z mahsulotini reklama qilish va xalqaro miqyosga olib chiqish. Ya'ni mana shunda ham nima qilish? Bu yerda faqat tadbirkorga qo'yib qo'yish emas, davlat unga ko'makchi bo'lishi kerak. Ya'ni davlat mana shu tadbirkorga shu mavjud muammoni hal etishda bir ko'makchi vazifasini bajarish muhim degan ma'noda kechagi yig'ilishda ko'tarilgan masalalar muhim deb aytishimiz mumkin. Tadbirkorlarni bir ko'ngildagi gap sifatida bu alohida ta'kidlanyapti ekspertlar tomonidan. Tadbirkorlarning o'zi hamda pesh lavha va reklama masalasida. Korxonalarni pesh lavhasini reklama sifatida baholash amaliyoti bekor qilish taklif qilindi-da. Bu tadbirkorlar uchun qanday bir yengillik beradi? Bu ko'p tilga olinadigan masala edi, muhokama qilinayotgan. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu juda tarqalgan masala edi. O'zingizning xabaringiz bor. Tadbirkorlar ayniqsa shu xizmat ko'rsatish sohasidagi, umumiy ovqatlanish sohasidagi tadbirkorlar tomonidan juda ko'p ko'tarildi bu masala. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bu bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. Ya'ni mana xabaringiz bor, 1 kvadrat metrdan ortiq bo'lsa, o'sha tadbirkorning binosidagi yozuvlar bu reklama sifatida talqin qilinardi. Albatta, ko'rishingiz mumkin, 1 kvadrat metr agar binosi katta bo'ladigan bo'lsa, u juda kichik bo'ladi va ko'rinmasdi. Tadbirkor o'zini o'sha mahsuloti to'g'risidagi ma'lumotni yetkazib bera olmasdi. Ayrim hollarda mana dorixonalar bu reklama sifatida talqin qilinmaydi. Bu ma'lum bir o'sha savdo xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq yozuv, peshlavha. Lekin shu dorixona yozuvi ham reklama sifatida 1 kvadrat metrdan ortiq bo'lgandan keyin reklama sifatida talqin qilinib, ularga o'sha buzish bilan bog'liq masala kelib chiqdi yoki to'lov bilan bog'liq masalalar kelib chiqdi. Chunki agar dorixonalar tarmog'i, o'sha tadbirkorning tarmog'i 20-30 ta bo'ladigan bo'lsa, bu milliard summalarni, pasport uchun milliard summalarni keltirib chiqarayotgan. Bu albatta nima, iqtisodiy tadbirkorga yuk bo'lardi va ma'muriy, ya'ni har bitta pasportni rasmiylashtirish uchun tadbirkor ma'muriy yuk kelib chiqardi. Chunki u har bitta pasportni rasmiylashtirish uchun hujjat yig'ish kerak yoki o'sha peshlavhasini, reklamasini to'g'rilash kerak, standartga moslashtirish kerak. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, o'sha 2025-2026-yillarda pasportni rasmiylashtirish uchun berilgan arizalarning 66% rad qilingan. Tegishli idoralar tomonidan 66% rad qilingan. Chunki tadbirkorlar endi bu rad qilingan o'sha peshlavha reklamasini yana qaytadan unga moliyaviy sarf xarajat qilib, unga yana o'sha hujjatlarni yugurishga boshqasiga vaqt sarf xarajat qilgandan keyin u tadbirkorlik bilan emas, hujjatni rasmiylashtirish va o'sha bino yurishga to'g'ri keladi. Albatta, siz to'g'ri aytib o'tdingiz, tadbirkorlar endi buni o'sha moliyaviy xarajatini yoki o'sha hujjatdan rasmiylashtirishga ketadigan xarajatni o'ziga xarajat qiladi, o'ziga ishlatadi. Bu albatta tadbirkor rivojlantirishiga katta hissa qo'shadi. O'shaning uchun ham tadbirkorlar hozir juda xursand, buni juda yuqori kayfiyatda qabul qilishdi. Endilikda o'sha bu 1 kvadrat metrdan oshgan peshlavhalar endi reklama sifatida talqin qilinmaydi va pasportlarni rasmiylashtirish to'liq bekor qilinadi. Nurmurodga sizning fikringiz? Mana buni alohida bir aynan partiyamiz jihatdan juda xursandchilik bilan qabul qilishimiz kerak. Chunki biz mana kuni kecha o'sha prezident yig'ilish bo'lganmiz, undan oldingi kuni bizda biznes klub alohida o'tkazildi. Ya'ni bizda hozirgi paytda partiyamiz tomonidan xalq bilan birga degan katta loyiha amalga oshirilyapti. Shu loyihani bitta ko'rinishi sifatida, bitta loyiha sifatida mana shu biznes klub tashkil, ya'ni tadbirkorlarning fikrini eshitish. Mana shu birinchi o'tkazilgan biznes klubda tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan eng katta muammo mana shu, ya'ni peshlavha masalasi ko'tarildi. Va bu peshlavha masalasida o'sha ma'muriy to'siqlar, ya'ni pasport tizimining og'irligi, mana yuqorida aytib o'tilgandek o'sha ma'lum bir cheklovlar joriy etilganligi, bular hammasi bu tadbirkorlarning katta e'tiroziga sabab bo'layotgan edi. Ya'ni bu esa o'sha aynan prezidentimiz tomonidan ham o'sha alohida nima qilindiki, bu haqiqatan tadbirkorlar faoliyatiga to'siq. O'zi tadbirkorlar masalan shunaqa holatlar bo'ladi, masalan bitta brend bo'ladigan bo'lsa, o'sha brendda turli xil tarmoqlari, filiallari bo'ladi va bu o'sha brend uchun masalan 30 ta, 40 talab filiali bo'lsa, bu juda katta og'ir yuk bo'ladi. U juda katta ish aholini ish bilan ta'minlayapti, umuman soliq bilan byudjetga juda katta foyda keltiryapti, lekin bunaqangi og'ir, ya'ni ortiqcha yuklamalar albatta tadbirkorlarga zarar yetkazadi va o'sha bizda biznes klubda ham bu masalalar ko'tarildi va bizni xursand qiladigan jihati mana shu biznes klubda ko'tarilgan masalalar mana bir kun o'tib o'z yechimini topdi. Bu biz partiyamiz uchun ham juda katta bir, umuman bizni elektorat, ya'ni tadbirkorlar uchun ham juda katta yutuq deb hisoblashimiz mumkin.
Yana muhim bir masala o'z navbatida bu haqda mana fikrlar aytilyapti, soliq ma'murchiligi masalasida. Soliq imtiyozlari va peniya hisoblashdagi yangi takliflar tadbirkorlar uchun qanday bir yangiliklar beryapti? Kecha taqdimotda bu masala ham ko'tarildi-da. Albatta bu masala ko'tarildi, lekin bir gapni aytsam, menimcha to'g'ri bo'ladi. O'zi umumiy ovqatlanish korxonalarini bayrami bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki ko'p shu takliflar umumiy ovqatlanish savdo shoxobchalari bilan bog'liq edi va ularga juda katta yangiliklar yaratib berildi. Xususan, soliq ma'murchiligi bilan bog'liq. Misol uchun aytadigan bo'lsak, mana naqd pulsiz tovar aylanmasi bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarib olish tizimi joriy etilgandi. Unda naqd pulsiz qismining ulushi 60% dan yuqori bo'lsa 40% qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish, agar 60% dan kam bo'ladigan bo'lsa 20% ni qaytarib olish imkoni mavjud edi. Endilikda bu tizim bekor bo'ldi. Ya'ni taklifga rozilik berildi. Bunda o'sha tadbirkorlar tomonidan shunday taklif berildiki, o'sha naqd pulning o'sha berilganda naqd pulni ulushi ko'rsatmaslik xufiyona iqtisodiyotni keltirib chiqarishga asosiy sababdan biri bo'lgan edi. O'shaning uchun bu talab bekor bo'ldi. Endi naqd pulning kirishi yoki o'sha aylanmasiga QQS ni qaytarib olish bo'yicha norma bekor qilish bo'yicha o'sha topshiriq berildi. Yana bir masalani aytadigan bo'lsam, bu bilasiz, umumiy ovqatlanishda xodimlarning kelib ketish darajasi juda yuqori. Bu bo'yicha ham xodimlarni ishga olish va ishdan bo'shatish bo'yicha ham yengilliklar yaratildi. Endi tadbirkor agar xodimi bilan o'sha mehnat shartnomasini bekor qiladigan bo'lsa, 2 oylik o'rtacha ish haqqini berish amaliyoti bekor qilinadi. Endi mana tasavvur qiling. Umumiy ovqatlanish korxonasida ma'lum bir sabablarga ko'ra samarasi pasaygan. U majbur bo'ladi xodimlarni qisqartirishga. Agar xodimlarni qisqartiradigan bo'lsa, o'zi shundoq ham uni iqtisodiy samarasi pasaygan bo'lsa, yana unga 2 oylik ish haqqini to'lab beradigan bo'lsa, bu to'g'ri bankrotlikka olib keladigan bitta sabablardan bo'lardi. Endi bu tartib juda soddalashtiriladi. 2 oylik o'sha ish haqqini berish amaliyoti endi qaytadan ko'rib chiqiladi. Bu juda ham dolzarb masala edi. Haqiqatan ham juda bir o'ylantirayotgan, ayniqsa umumiy ovqatlanish korxonasida yo'nalishda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar bu masalada juda ko'p bosh qotirlardi. Aytayotganingizdek, xufiyona iqtisodiyotni ildizotishining bir sababi shu bilan bog'liq. Dilmot aka, shunday emasmi? Aynan qo'shimcha qilmoqchi edim, aynan soliq masalasida albatta bu juda tadbirkorlar uchun katta bir yangilik sifatida qarash kerak. Sababi mana soliq qarzdorligi masalasida shu bilamiz, o'sha peniya tug'adi, ya'ni peniya tegishli tartibda peniya to'lashga to'g'ri keladi. Vaqtida to'lamaslik boshqa holatlarda va mana shu masala, ya'ni o'sha peniya miqdori umumiy qarzdorlikda oshib ketmaslik masalasi ham ko'tarildi. Bu ham juda katta masala, sababi ayrim holatlarda o'sha o'zi qarzi ma'lum juda kam bo'lishi mumkin, lekin peniyasi undan ortiq bo'lib ketadi. Va bunaqa holat albatta tadbirkorlarning e'tiroziga sabab bo'ladi. Va shu nuqtai nazardan agar unga peniya tayinlanadigan bo'lsa, o'sha jarima boshqa belgilanadigan bo'lsa, o'sha bevosita umumiy qarzdorlikdan oshib ketmaslik degan masala ham ko'tarilib, bu ham juda muhim. Va yana bir masala soliq nizolari masalasi. Soliq nizolarini ko'rishni ham soddalashtirish. Mana bugungi kunda ayrim soliq nizolari bo'ladi va bularni o'sha hatto juda ko'p murakkab jarayonlar bor. Va shuning uchun ham o'sha soliq nizolarini ham o'sha soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqish bu ham o'sha tadbirkorlarga ancha yengillik beradi va umuman muddat jihatdan ancha yutadi tadbirkor. Jamshid aka, kechagi taqdimotda prezidentimiz nazorat masalasini kamaytirish haqida ko'p tilga olindi-da, kamaytirish haqida. Bu amalda qanday ifoda topadi? Umuman bu masalada endi tadbirkorlar ko'proq e'tiroziga sabab bo'lgan bir sabab edi o'zi, omil edi. Nazoratchilar shusiz ham kamayyapti masalan nazarimda. Tekshiruvchilar, ularning faoliyatiga aralashish holatlari. Marhamat. Juda to'g'ri ta'kidlab etdingiz. Nazorat masalasi bu tadbirkorlarimiz uchun og'riqli mavzu. Yaqinda hurmatli prezidentimiz tomonidan 60-sonli farmon qabul qilindi. Bunda har bitta nazorat bo'lmagan muloqotni ham tartibga solib berdilar. Ya'ni nazorat qiluvchi organ bo'lmagan xodimlar ham agar tadbirkorga muloqotga kirishadigan bo'lsa, maxsus QR kod orqali tadbirkorga nima uchun kelganligi, kim kelganligi va maqsadi nimaligini bo'yicha axborot berishadi. U elektron kitobga kiritilgandan keyin tadbirkor tanishish imkoni bo'ladi. Mana hozir bilamiz, agarda o'sha davlat idorasi xodimi tadbirkorga bo'ladigan bo'lsa, agar nazorat qiluvchi organ bo'lsa, maxsus guvohnomasini ko'rsatishga majbur bo'ladi va o'zini talablari bor. Xabardor qilish,
lekin davlat idorasi bo'ladigan bo'lsa, nazorat qiluvchi organ xodimi bo'lmaydigan bo'lsa, ularda to'siqlarsiz tadbirkorni oldiga kirib borish va undan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish, lekin u shaffof bo'lmagan mexanizm bo'lganligi uchun tadbirkor o'z huquqini himoya qilishda qiyinchiliklarga kelayotgan edi. Hurmatli prezidentimiz ham bir o'sha 2016-yildagi farmonlarni esga olmoqchiman. 2016-yilda birinchi o'sha hozirgi islohotlarni, tadbirkorlik sohasidagi hozirgi islohotlarni fundamenti desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki 2016-yilda bir normani belgilab berganlar, nazorat qiluvchi va davlat organlarining asosiy vazifasi bu tekshiruv va jarimalarga tortish emas, huquqbuzarlikni oldini olish etib belgilab berganlar. Bu men o'ylayman tadbirkorlar uchun juda katta yordam beradigan. Mana hozirgi bizani iqtisodiy rivojlanib kelishimizga asosiy sabablardan biri deb hisoblayman. Chunki mana nazorat qiluvchi organlar ham mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan chizib bergan yo'ldan kelib, tadbirkorlarning huquqlarini o'sha poymol qilmaslikka, buzmaslikka juda katta yordam bermoqda. Birinchi chorak yakuni bo'yicha mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotni o'sishi, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 8,7%. Juda katta raqam. Dunyoda mana ko'ryapmiz, iqtisodiy beqarorlik ko'ryapmiz, moliyaviy inqirozlarni ko'ryapmiz. Mana shunday bir sharoitda mamlakatimizdagi iqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishi bevosita mana shu ishlab chiqarish bilan bog'liq. Kechagi prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotda hali foydalanilmagan resurslarimiz ham ko'p ekanda. Ayniqsa to'liq quvvatda ishlamayotgan o'sha korxonalarni jonlantirish masalasi. Jumladan banklarni o'sha balansida turgan 70 ta mol-mulk, 10 milliard so'mlik mana shu mol-mulkni ishga tushirish investorlar uchun qanday bir imkoniyat ochiladi? Bu masalada qanday bir fikr bersak bo'ladi, Hurmat aka? Albatta o'sha bugungi kunda davlat organlari va banklar tizimida o'sha ayrim korxonalar bor, ya'ni imkoniyatlardan yuqori foydalanmagan. Men yuqorida aytib o'tgandek 70 ta obyekt masalasi, 70 ta obyekt bu juda katta, ya'ni bularning imkoniyatlaridan foydalanish kerak bo'ladi. Va shuning uchun ham o'sha prezidentimiz tomonidan har bitta o'sha korxona o'sha nimani banklar tomonidan aniq individual tarzda o'rganish va o'sha takomillashtirish masalasini ilgari surildi. Ya'ni bu nima uchun? Ya'ni o'sha resurslardan aniq foydalanish. Mana misol uchun 2021-2025-yillarda 17 mingta loyiha, investitsiya loyihasi amalga oshirilgan, lekin ularni natijadorligi hali aniq emas. Ya'ni natijadorligi, u qancha ish bilan ta'minlagan, qancha soliq tushirgan va qancha o'sha zamonaviy uskunalarni joriy qilgan, umuman iqtisodiyotni, bugungi zamonaviy iqtisodiyotga qanday hissa qo'shyapti degan masalalar juda ham dolzarb edi va shu nuqtai nazardan bularni alohida individual o'rganish kerakligini va bularni o'sha mamlakat iqtisodiyotiga kirib borish uchun o'sha aniq rejalar ishlab chiqish kerakligi bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bu juda ham muhim, sababi o'sha to'liq quvvat bilan ishlamayotgan korxona bu mamlakat iqtisodiyotiga albatta salbiy ta'sir qiladi. Chunki aniq maqsadlar bo'lgan, chunki o'sha korxonani tashkil etishdan maqsad birinchi o'sha iqtisodiyotga o'sha ta'sirini, ijobiy ta'sirini ko'rsatish bo'lsa, ikkinchidan aholini ish bilan ta'minlash masalasi. Va bu orqali esa o'sha aynan davlat byudjetiga o'sha soliq tushumini oshirish ham maqsad qilingan. Shuning uchun ham bularni yuqori o'sha ijobiy tarzda o'sha yuqori potensialidan foydalanib ijobiy ko'rinishga olib kelish bu juda ham muhim degan nuqtai nazardan ham mana shu kechagi majlisda mana shu topshiriqlar berildi. Jamshid aka, mana shu respublika shtabi tashkil qilindi. Bu yangi bir mexanizm. Biz tilga olayotgan masalalarni yechimiga, umuman bu sohadan taraqqiyotiga qanday bir ta'sir bor? Qanday ko'ramiz buni? Respublika shtabi tashkil qilindi bo'yicha. Juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu respublika shtabida asosiy maqsad o'sha tadbirkorlarimizga yordam berish. Bu ishlab chiqaruvchi bo'ladimi yoki xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi, ularga yordam berish. Avvalambor respublika shtabining asosiy maqsadlaridan biri tadbirkorlarimizda ularning faoliyat ko'rsatayotganini doimiy monitoring qilib borish. Mana bilamiz, ayrim tadbirkorlarda mavsumiy bo'ladi ularning faoliyati. Ayrimlarida esa mana har xil voqealardan kelib chiqib, ular o'zini ishlab chiqarishini qisqartirishi mumkin yoki ularga ko'mak kerak bo'lishi mumkin. Bunda har bitta tadbirkor agar nol hisobot topshiradigan bo'lsa yoki faoliyat ko'rsatmaydigan bo'lsa, bu shtab uchun bitta signal bo'ladi. Agar u nol hisobot topshirgan bo'ladigan bo'lsa, nima uchun nol hisobot topshirdi? Nima muammo unda?
moliyaviy ko'mak kerakdir, balkim yer ololmayotgandir, balkim o'sha tegishli hujjatlarni rasmiylashtira olmayotgandir, balkim o'sha chet elga chiqishda, eksport qilishda muammolari bordir, faoliyat ko'rsatmayotganda ham xuddi shunday elektr energiya, gaz bilan, suv bilan bog'liq, infratuzilma bilan bog'liq masalalari paydo bo'lgandir. Shtab esa buni har bitta tadbirkor kesimida, har bitta o'sha mahallaga kerak bo'lsa tushib, ularning muammosini yechish bo'yicha joyida hal qiladi birinchi navbatda. Agarda joyida hal qilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, uni tizimli ravishda tegishli normativ hujjat loyihasi ishlab chiqilgan holda uni masalasini hal qilishga ko'mak beradi. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Muloqotimiz jarayonida prezidentimiz huzurida bo'lgan taqdimotdagi qo'yilgan asosiy masalalar, umuman bu sohani taraqqiyoti, umuman ishlab chiqarishni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning yangi bir davriga asos bo'ladigan muhim bir topshiriqlar, vazifalar belgilandi. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu taqdimot tahliliga bag'ishlangan muloqotlarimizni davom ettiramiz. Ishtiroklariniz uchun sizlarga tashakkur. Muhtaram teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.